Hammaga salom bolalar. Bugun biz 5 ta o'yinda sinab ko'ramiz. Birinchi o'yinimiz Play Block 2 va boshladik. Play Block 2 ga kiryapti. Kutamiz. Salgina uzoqroq vaqt kirdi Play Block 2 ga. Play Block 2 haqida bir 3-4 ta ma'lumot aytsam, bu ham otishma o'yin. Otishmaligi yaxshi. O'zi haqida ma'lumot bilmayman. Nechinchi yilda chiqarilgan, kim chiqargan, lekin juda zo'r. Bu o'yinda maza qiladi odam. Birinchi bosqich va juda qattiq bosqichlar bor. Men bundan juda ko'p zonalarga o'tganman, o'chirib tashlaganman. Telefonga boyagi nagozka chiqarib uchun o'yinga ham kirib oldik. Birinchi play bosamiz, undan keyin buni o'chirib qo'yamiz. Keyin kiramiz birinchini bosib, yana birinchini bossanglar tanka o'yin kiradi va boshqa o'yinlar. Poyga bor, juda ko'p o'yinlar bor. Birinchi o'yin tankamizga kiramiz. Mana shu odamni o'ldiramiz, bir 2-3 marta qizillarni o'ldirishimiz kerak. Yozib chiqadi inglizchani, kim tushunsa o'sha yerda tushunib olaversin. Men uni plus qizilni o'ldiraman. Yana bir 3-4 ta qizil rangdagilarni o'ldirsa bo'ladi bu yerda. Mashinaga minish, haydash, har xil mashinalar bor bu yerda. Bir zona bor bu yerda. Bo'ldi shunday. Keyin bunda ikkita zonalar jangi ham bor, juda ko'p janglar bor, poyga bor, mashinalar bor, Lamborghini bor, yana orqasida bunday bor-ku, o'sha yerda mana shu bor. Yana boyagi bor, mana ko'ryapsizlar. Yana bir 3-4 ta boya mashinalar bor. Bu o'yindan endi chiqsak ham bo'lsa kerak. Otishlarni qaranglar, otish epik, suv ichamiz va chiqamiz. Ikkinchi o'yinimiz bu Super. Superga keladigan bo'lsak, PUBG dan ko'chirib olingan offline o'yin. Hamma buni o'ynab ko'rgan bo'lishi mumkin, ko'plar o'ynagan. Hozir juda yangilanishlar kelgan. Hozir P90 dropnisidan tushsa PUBGda, bunda yerda yotgan bo'ladi. Qanday qulaylik zo'rmi? Yana yangicha qurol qo'shilgan. Avval PUBGda bo'lgan u qurol, lekin Superda qo'shilmay turgan. O'yinga kirdik va boshlaymiz hozir. Boshladik. O'zi shuncha zonasi bor, 4 ta zona va 4 xil temirlar uchun ham joy bor. 1 ga 4, 4 ga 1, shunaqalar. Keyin kirib olamiz. Bu haqida yana bitta ma'lumot, bunda Jiguli qo'shilgan. Jiguli 0607. Men o'shanga o'xshatdim. Internetda o'chirib olay hozir 5 minut. Internetim o'chdi. Bunga kirishi juda sal qiyinroq. Mayliga. Bu ham PUBGga o'xshab yaratilgan. M416, M24, AVM, AMR, Sniper, Dragonov degan qurollar bor. Men esimda qolganlaridan. Scarl ham bor, AKM ham bor, barchasi bor bu yerda. Mana hozir kiraman. Bu 20 soniyalik boyagi to'xtab turish. Hali Jigulini oldiveryapmiz. Jiguli. Nomini o'zi to'liq bilmayman. Men Jiguliga o'xshatdim, shuning uchun Jiguli deb qo'yaveramiz. Hozir bu yerda uni orasidan o'tib ketish funksiyasi qo'shilgan nimagadir. Orasidan o'tib ketib qolaman. Bunda sekinlashtirish bor, zo'r tomoni. Hamma uchun sekinlashtirib tashlaydi o'yinda. Qizig'i, men hozir shu yerdan tushib turib bitta odam o'ldirsam, mana bu yozib chiqsa, videoni to'xtatib ko'ringlar. Agar yozib chiqsa boku, bitta obuna, bitta like, bosmagan kuyitmaysin. Mana shu yerdan chiqadi hozir bitta odam keladi. Точно tilimga tirs javob. Odam o'ldirdi deb keladi. Qarab turinglar. Hozir bu yerdan qurollarimni olib olay. Bu yerdan chiqsanglar, uni yerdan qizil ko'rsatib qo'yibdi-ku, yozib chiqdi. Mana shunaqa bo'lib ko'rsatadi. Sekinlashtirishim toza jonga tegdi. Tegib bitura, qo'l tegib bitura. Chiqishga urinib ko'ryapman. Bu yerdan chiqishni iloji bo'lmasa, bu yoqdan chiqib kelamiz. Bu yerda nimaga tushding deganlar uchun bu yerda vertolyot bor, vertolyot. Voy, tushib ketdim, plus. Qaranglar, yangi animatsiya qo'shilgan.
Suv birdi animasi. Qilich oldim va 3-level kishilar va nimcha 6x va bu qanaqangidir qurol, men ham nomini bilmayman. Oddiygina qurol snayperskiday. Bu yerda ham qilich, mana bu yerda esa men sizlarga aytgan yangi qurol. Bu yangi qurol 2talik dedim-ku. Shu. Bu yerda esa ding va araqsha. Bu yerda boshqa narsa yo'q. Yana bu yerda nimalar bor ekan qani? Ana semir qushi. Semir qushiga hozir minamiz, qarab turinglar. Sakradim va mindim mana. Ana shu yoqda bitta odam bor hozir. Hayla. Kartada chit ishlatgandek ko'rinadi-ya. Kartada qizil nuqtalar bilan ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Hayla odam, hayla. Mana. Tars o'ldi. Men nomim benom-ku. Hayla yozuv chiqdi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Endi obuna bilan like bosmagan tagchina bosib qo'yinglar. Ikkinchi o'yinimizda mana bunaqa Suprayn nimadir degan o'yin. Bu o'yin haqida ma'lumot bersam, har xil qurollar bor va kuponlar bor, tangalari bor. Mana o'yinga kiryapti. O'yinga kirishsa uzoqroq vaqt oladi. Bu o'yinga oldin men kirganman. Bu o'yinda har xil zonalar bor. Juda 2D o'yin, 3D emas. Bu 2D o'yinda hamma bilan urush qilsa bo'ladi, bir 2 kishi bilan 2 kishi o'ynasa bo'ladi. Shunaqa bu player 886 ni vizorga o'zgartiramiz 070. Okey, keyin 2 kishilikka qo'yamiz. 2 go. Zona tanlaymiz. Men bu zonada chiqib ketish iloji yo'q. Tushib ketadigan joyim yo'q. Va go. Men 2 kishilik tanlab qo'yibman hozir. Bir kishiga birga bir o'yinni tanlaymiz. Monitor ranglarini o'zgartirsalar bo'ladi. Har xil bot qilsa bo'ladi bu yerda. Mana ketdi o'yin. Nimga balasi. Meni urdi. Tordi boltasi bu bunga. Plus. Menga qanaqangidir qurolchani berib qo'ydi. Bu ham zo'r qurol lekin bu o'yinda ham o'ynaganman men oldin. Play Black 2, shu boshqa o'yinlarning barchasini o'ynab kelganman. Bu o'yin haqida ma'lumot bersam, tepaga qilib tursanglar, osmonga uchadi bu. Mana bunaqasiga. Pastga qilib tursanglar, sizlarga qalqon beradi, boyaqiday. Va bu yerda bitta bo'lsanglar, o'zi ko'karib turgan shu qobiliyatlari va o'sha qobiliyatlar ishlab ketadi. Va endi sariqni o'ldirgan voqeamni ko'rib ko'ringlar. O'lishi juda qiyin bo'ldi, lekin men uni o'ldirdim. Oxirgi zarbalar o'ldi. Shunchagina jon bilan. Va keyingi o'yinimiz yugurish o'yini. Yugurish o'yini ham yangilanibdi. Barcha o'yinlar yangilanib ketgan. Men oldin o'ynaganlarimda emas ekan. Yugurish o'yinini oldin men o'ynaganman. U juda oddiy o'yin. Yugurib ketaveradi odam. Birinchi o'yinda u yerda qiz bo'ladi, odam emas. Bu yerdan qochadi. Melisadan qochaveradi. Keyin kim yuta oladi bilmayman. Men juda ko'p o'ynaganman. Yaxshigina o'yin o'ynaganman. Hozir yangidan boshlaganim uchun birinchilikda o'rgatadigan narsalari oddiy-ku. Mana 3 ta balcha ketdi. Shu yerdan borishim kerak deyapti. Pastga tushir deyapti. Bular juda oddiy o'yin. Boshida o'rgatadi. Good job deb. Bilan aytganini qilaverishimiz kerak nimagadir, ha? Bunday qilib suraverganimda urulaydim va onaga tegib ketaydim. Ana bu ustunga tegaydim, kallam aylanadi, onaga kelib qolaydi. Melisa. Pizdes.
Hozir tunnelga tushamiz. Ana. Tunneldan chiqayotgan paytimizda bu yoqdan ketamiz va 2x olamiz. Yo'ldan ketaveramiz. 2x nima qilib beradi men tushunmayman. Lekin oyda ko'plarni ko'paytirib beryapti. 9 tangalari. Men bu tangalarni ko'paytirib bersa o'ylamgan. Bu zonaga kirgandan keyin chiqib ketgim keldi. Bu zona eng yomon ko'rgan zonam. O'chirib tashlaymiz. Va oxirgi o'yinimizda hamma biladigan o'sha mashhur nomini bilmayman lekin. O'sha zo'r o'yinda. Ko'ringlar bu o'yinda. Juda qiyin o'yin. Men bundan 1-2 bosqich o'tdim. Bu o'yinda oldin o'ynamaganman. Va qiyinligi darajasi juda katta ekan. Mana qarab turinglar. O'zidan o'zi bilmagan voqealar bo'lar bu yerda.